Добрый вечер, дорогие друзья. Продается telefonlarimiz arzon narxda qilib beramiz. Bizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, kamida 1-200 ming so'm yutasizlar. Ko'ringlar, Samsung Galaxy A34 bejli korobkadagi dokument 128 talik 8 operativkaligi вообще zo'r holatdagisi. Ozgina chaqa-chuqasi bor, endi ozgina ishlatilgan. Telefonimiz 1 850 ming so'm qilib beramiz. Infinix Smart 9imiz, Infinix Hot 50i si вообще dahshat holatda, yangidek salafanlari olinmagan. 6 ga 128 talik 5000 amper batareyka, korobka dokumenti bor, 48 megapiksel kamera, atiga 1 50 ming so'm, 1,5 million so'mgacha sotilyapti. 750 ming so'mga 6 ga 128 talik Redmi Note 8imiz, 650 ming so'mga Redmi 9 ta telefonimiz. Endi iPhone'ni ko'ringlar. 3,5 millionga arziydigan iPhone'da 3250 ga beramiz. iPhone 12 Pro holati zo'r, aybi nuqsoni yo'q. Usulini batareyka qo'yilgan, 128 xotira, Face ID, turtma hamma yo'q zo'r ishlaydi, muammosi yo'q. Hech yerda alishmagan, xudo xolasa batareykasidan boshqa. Telefonimiz 3,250 ming so'm qilib beramiz. Undan ham holati ideal bor iPhone 12 Pro 128 talik ishlatib maza qiladigan telefon, Koreya region mekerlardan o'tgan, Face ID turtma 3,350 ming so'm. Yo'ngisi 75-80 atrofida 128 talik 3,350 ming so'm. 350 $300 emas o'rtoqlar. Vaji gap ekan narxda. iPhone 13 ham bor, oq svetdagi holati yaxshi, ishlatib maza qiladigan telefon, 128 xotira, Koreya region mekerlardan o'tgan, 86 yo'ngisida. Telefonimiz 128 talik $400 ga arziydi. 390 qilib beramiz naqd pul yoki muddatli to'lovga любойchi ko'ra. iPhone XSimiz bor. Endi arzonroqni so'rayotganlar ham bor. Ekrani alishgan, Face ishlamaydi, turtoni bor, lekin imekadan o'tgan 75 yo'ngisida 64 talik. Kanalimiz obunachilarga o'zi aslida $100 ga arziydi. $200 atrofida sotilyapti. Yaxshisi $100 demayman deydi. 1 million so'm qilib beramiz o'rtalar, 200 ming so'm arzoniga. Bemalol ko'ringlar, 5-600 ming so'mdan boshlab $500-600 gacha telefonlarimiz bor. Bularning hammasini naqd pul yoki muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Telefonlar puliga arziydimi yo'qmi, albatta kommentariyada yozib qo'yinglar. Bizni qo'llab-quvvatlanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, любой telefonga. Bizdan telefon olgan bo'lsanglar agar, qanaqa bo'ldi, qanaqa chiqdi, telefon olgan telefonlar puliga arzidimi, yaxshi xizmat qildimi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizdan olmoqchi bo'lsanglar ham nasib qilsin deb bitta yaxshi niyat qilib like bosib qo'ysa, xudo xolasa zo'r telefonda arzon qilib beramiz sizlarga. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.